Oldin qarang, tizzadan pastlar qoqshaydi. Qoqshaydi, og'iz quriydi. Keyin surunkali charchoqlar bo'laydi. Men o'zim ozroq shu sport nimasiga qiziqqanim uchun sport qilaydim. Men shu charchoqdan deb o'ylaydim. Ko'z xiralash ham bo'lganmi? Ko'z xiralash bo'lgan. Mana televizorda 3-4 metr oralig'ida televizorda tagga yozadigan reklama yozuvlarni o'qiy olmasdim. Bir vaqtlar o'qib keyin больницада o'zimizni mana Samarqand territoriyasida Kadan shaharchasidagi больницада yotdim. O'shanda doktor bizga aytdi, o'zimizni bir tanish ukamiz doktor qo'lida nima qildik. Shu aytdi, sizni sag'ringiz bor ekan aka dedi. Men o'shangacha o'zim bilganim yo'q. Qandli diabetdan xabaringiz bormi, o'zingiz bilasizmi dedi. Men aytdim, yo'q, men sezganim yo'q dedim. O'shangacha hech qanaqa shirinlik, hech qanaqa ovqatlarni farqlamay yeb ketaverardim. Birinchi sahrligingizni eshitganda qanaqa holatga tushdingiz? Sahrligimni eshitganimda endi hech kim ham xursand bo'lmaydi-ku. Shuda. To'g'rimi? Endi hozirgi mana statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda sahr bo'lgan odamlar juda ko'p. Endi sahrdan o'zi qo'rqmaslik kerak. Bir xillar darrov tushkunlikka tushadi-ku. Bu sahr degani qonda xolesterinni oshib ketib, qand miqdori oshib ketishi. Uni mana hozir mana sizlarga zakaz qilib stop diabetni nima qildik-ku? Shu 3 oy mobaynida aytilgan tartibda ichdik. Jismoniy mashqlar, endi doimiy yeyiladigan ovqatlarni nazorat qilish. Hozir o'zimda charchoq ham yo'q, suv xo'jaligida ishlayman. Bizda bir qarasangiz mehnat kuchliroq bo'ladi. Bir qarasangiz endi doimiy og'ir mehnatlar ham bo'lib turadi-yu, charchoq yo'q hozir. Sizga stol diabet necha kunda ta'sir qilgan? Men shu 1,5-1 oylarda bildim, birdan nimasini bildim. Effektini bildimda. Qanday sezgan? Oyoq og'riqlar yo'qoldi. Oyoq og'riqlar, ko'z xiralashishlar. Endi hozir men o'rtoqlarim ko'pi ochki olgan, ochkida nima qiladi? Men doimiy mana texnikada rulda yuraman. Biron marta men ochki taqmaganman. Yo'q, hozir ham taqmayman. Hozir mana televideniyada mana misol texnikadagi yozuvlarni, televizordagi yozuvlar, mana hozir shu yerdan turib, mana shu korobkadagi yozuvni o'qiyapman. Bemalol o'qiy olaman. Ha, qonda glyukoza mana nimasi o'qiyman-da. Oldin unaqa emas edi, to'g'ri. Yo'q, oldin qanaqadir bir pirpirab, shivashib ketadi. aniq emas edi. Даже telefondagi yozuvlargacha shunday edi. Katta qilib olardim-da. Shunaqa nimada Hozir hojatga borishingiz qanaqa? Normadami? norma zo'r. Uyqular. Uyqu ham yaxshi. Sog'lom Endi odam. uyquni mana o'zimizda nimaga holatda bo'ladigan bo'lsa yaxshi. Mana telefon ko'ramiz. Ha, endi. Charchoqlar yo'q asosiy. Holsizlik, yotish. Hozir o'zim muntazam fizkulturamni shug'ullanib turaman. Yuguraman, mashq qilaman. Endi u nima uchun emas, u o'zimiz sog'ligimiz uchun. Sog'ligimiz uchun. Xamirli, yog'li, mana mol go'shtini xolesteringa boy yog'lari bor-ku, o'shalarni oldin ko'p iste'mol qilardi. Hozir o'shalardan tiyilganman. Qo'y go'shtini qancha bo'lsa iste'mol qilsa bo'lar ekan. Buni nimasi yo'q ekan. Mana misol qovun, tarvuz, usum, mana Shirinlik. shirinlikka unchalik xushim yo'q. Men bular ham o'shandan ko'ra glyukozasi ko'p-ku. Albatta. Umuman aytmas qilmayman. Yeysizmi bularni? To'yib yeyman. Mana sizlarga to'g'risini aytaman, dasturxon boshida uzum, qovun, tarvuz men juda ko'p yeyman. O'tgan yillar ana shularni bor-ku, kam yeyardim. Mana shu sog'ligimni o'ylagan nimada? Shuda. Hozir shu oldin sahringiz necha chiqardi, hozir necha chiqyapti? Hozir qarang, hozir oldin 9,5 degan edi. O'sha больницада yotgan vaqtim. O'shandan keyin o'lchatmadim-da, endi o'lchatib, o'zimni holatimdan o'zim sezaman-da. Ko'tarilsa, tushsa sezaman. Mana spirtli ichimliklar yo'q. Mana bir 2 yil bo'lyapti. Spirtli ichimliklar yo'q. Uni bilaman, ichsam baribir ko'taradi. Albatta. O'zi qanchadan beri stop diabet ichyapsiz? Mana 3 oy ichib chiqyaptim. 3 oy. 3 oy.
Mana shu oxiri 0505 telefoniga Qayerdan ko'rib chiqib qoldingiz? YouTube'danmi? YouTube'dan ko'rdim ha. O'ylandingizmi, ikkilangandir? Siz olishdan oldin. Endi men to'g'risi bunaqa narsalar barisi dorini o'tkazish maqsadida bo'lyapti deb o'ylab nima qilardim? Xatirchidan o'zimizni xatirchidan bir kishi chiqib, men oldin Fotima ona. oldin yurolmasdim. Tizzalarim og'rib yurolmay qoldim. Degandan keyin hozir bizda endi Posgay degan joy bor, xatirchi sentridan. Kamida bir 2 kilometr bor. Shaqqacha piyoda borib kelyapman. Degandan keyin men aytdim, to'xta dedim, men ham bir sanab ko'raychi dedim. Shuda. O'zimni sog'ligim uchun. Atak hozir yomon emas, zo'r. O'zimni yoshimga nisbatan harakatlarim yomon emas. Hozir men 51 Sizni 52 ko'rgan odamlar sahar demaydi, o'zi. 51 52 ga kiryapman. Hozir mana shu siz aytgan mana meva-chevalar misol qandli diabet odamlarga mumkin emas, to'g'rimi o'zi aslida? Albatta. Normada yeyish mumkin-u, lekin men buni to'yib yeyman. Bu saharingiz ko'tarilib ketmaydimi? Yo'q, sezdirmaydi. Holatingiz yaxshi. Hozir mana shu sizlar bergan o'sha nimadan kapsulasi tugadi. Endi bir marta, ikki marta qolib ketib nima bo'lgan bo'lsa, qolib ketib, o'shandan tabletkasi qolgan. Hozir ham pastga tushdik. O'rtoqlarimiz bilan yeb ichib hangama qildikda, qo'y go'shidan shashlik qildik. Keldimda o'shanni 2 dona ichdim yana. Hech qanaqa bir og'iz qurish, charchoq. Ilgari to'g'risi oyoqlar bor-ku, uyushib chiqardi. Bir-biriga nima qilib, mana bu chalkashtirib, oyoqlarni igna sanchganga taklar bor, taklar yaxlab kelaydi. Oyoq taki, men o'ylaydim bu qon yurishmayapti oyoqda. Deydimdan keyin oyoqlarni gada-gada massaj qilaydim. Keyin gilamga ishqalab nima qilaydimda. Shunday holatlar bo'lgan. Atak men foydasini bildim. Ko'plarga tavsiya qildim. Ko'plarga nomerlarni berdim. Daj Rossiyalardan meni shunday nimani eshitgan, ukamdan eshitgan nimalar bor ekan. Qashqadaryolik insonlar. Shularga nomerlaringizni ham tashaganman. Telefon qilgan bo'lishi mumkin. Siz shu stop diabetga olishga ikkilanayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Endi Osanmikin, olmasammikin deb. Yaqinda biz bilan birga ishlaydigan bir kishi shu narsani mendan 3 marta so'radi. Alisher, foyda qildimi? U odamniki 16-17 yur ekan. Har 3 oyda davolanaman men dedi. Men aytdim, siz bitta olib ichib ko'ring. Endi bundaysiga olganda stop diabet tabiiy mahsulot. Albatta. Tabiiy mahsulot. Men buni instruksiyasini, qo'llanmasini o'qib chiqdim. Aslida mana Ibn Sinoni bir gapi borda, sidani 1000 dardga davo. Albatta. Mana shu buni ichidagi kapsula asli shu qora sidana yog'i. To'g'rimi? Albatta. Keyin bu tabletkasini mana hozir bu Samarqand viloyati nima Nurobod nimasida tuya suti bilan davolaydigan sahrni nimasi bor. Mana shu beriladigan tabletga mana shu tuya suti ichida tuya suti bor. Bor. Ekstrakt. Instruksiyasini o'qib chiqdim. Endi bu fita choylarini ham nihoyatda yaxshi narsa. Albatta, davleniyani normallashtiradi. Davleniyani normallashtiradi. Asosiysi chanqoqni bosuvchi narsa bu. Shunday. Chanqoqni. Mana misol men ochib ko'rsataylik mana. Mana o'zi nima haqida gap ketyapti desa, mana bu yerdan ochiladi, pechatlangan bo'ladi. Stop diabet. Alisher akamizni asoratlarini yo'qotgan mahsulot mana Ibn Sino bobomiz. xuddi shunday. Rasmlari-yu. Bu yerda fito choyi o'sha hidi keldi. 30 tadan. Mana fito choyi. 90 kun men tabletkasi va kapsulasi. Shunday. Bu bir korobkasi 3 oyga yetadi bitta bemor uchun. To'g'ri, 90 kunga. Masalan, bu tabletkasining tarkibida tuya suti ekstrakti, sachratqi, topinambur, shunga o'xshagan tabiiy giyohlar, kapsulasining tarkibida 5 xil yog', qovoq yog'i, zaytun yog'i, zig'ir yog'i, rastoropsha va qora sedana yog'i, fito choylarining tarkibida ham davleniyani normaga keltiruvchi tabiiy giyohlardan tashkil topgan 16 xil. Mana. Stop diabet fito choyi.
tabletkasi va kapsulasi. Bu yerda mana tarkibida nimalar borligi va boshqa qo'llanmalar bor. Shuni stok deylik. Kimga ma'lumot kerak bo'lsa, bu dori haqida pastda WhatsApp nomer ham qoldiramiz. Chet eldagilar uchun Primoy nomer ham qoldiramiz. O'zbekistondagilar uchun mana 55 kodi bilan 503 0505 bu Primoy nomerimiz. WhatsApp nomerni ham alohida qoldiramiz. Rahmat.